Jiyanimni osteopatiya qildim boshlarini, butun tanasini. Shu degan jamda shu boshini xuddi boshiga qarasangiz, ikkita yon tomonda shoxcha turgan deydi. Biz undan turburcha yedirdik-da. Uni osteopatiya qilganda o'sha 10 kun 5 tanasi pishlashcha oldi. Keyin boshning orqasida bitta barmoq kirib ketadigan bo'shlig'i bor edi. 4 oylikdan o'tganda o'sha bo'shliqchasi polnistsi tegilari bilan bitib, keyin bo'yi boshi turburcha deganimiz polni dumaloq bo'lib, men uni rasmga olmabman-da. Ana shu xatoyim ko'p, rasmga olmay qo'yibman-da. Boy bolachilik kelganda rosa baqirib yig'laydi. Oylarga aytsam uyda bo'lgandan keyin olib beraman deb olib berishmabdi-da. Keyin lekin o'zgarishlari shunaqa bilindi va kelinimiz dahshat anaqa shokka tushib, voy opa, ikkinchi martaga kelishyapti. 10 kun arada dam olishdi. Neuropatologlarga olib borishganda nima ekan bu deb hayron bo'lishgan ekanda. O'sha osteopatiyadan keyin o'sha bo'shlig'i chuqurchasi shunday boshning orqasiga chuqurlari to'lib, boshchalari dumaloq bo'lib, formasi juda ham chiroyli bo'ldi-da. Rosa ular xursand, qanaqa ilm ekan bu deb. Shunga sizdan minnatdorman ustoz. Otangiz, onangizlar sizdaqa qiz farzandlarni tarbiyalab, elga xalqqa duolarini olishga shuncha xizmat qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar juda ustoz, siz hammaga namuna motivatsiya beradigan ayolsiz. Sizdaqa ayollar juda ko'payishini xohlayman ustoz. Boringizga shukur, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Xudo xolisa endi mana kelishibman anaqa rasmlarga olishga, lekin rosa